Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, xush kelibsiz. Mana bugun go'zal singlim Umidaxonning tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan chiroyli tilaklarimizni tilab o'tamiz. Yanog'ida binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng go'zali Umida singlim. Umida singlim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Ilohim, oilang baxtiga, bizning baxtimizga sog' salomat bo'lgin. Qalbingdan quvonch arimasin. Dunyodagi eng go'zal hayot, eng baxtli kunlar faqat senda bo'lsin. Yana bir bor shukrona kuning muborak bo'lsin. Salom, dugonam Umida. Shukrona kuning muborak bo'lsin. Senga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlaringda muvaffaqiyatlar tilayman. Doimo oilang va yaqinlaring baxtiga sog' bo'lgin. Baxt va omad hamrohing bo'lsin. Allohdan nimaki so'ragan bo'lsang, hamma niyatlaringga erishib yur, o'rtoq. Men ham senga dunyodagi hamma shirin niyatlarni tilab qolaman. Dugonaligimiz abadiy bo'lsin. Yana bir bor shukrona ayyoming muborak bo'lsin. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun, sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Umida meni qadrdonim, meni singiljonim, dugonam, sirdoshim, yaqinim, meni eng yaxshi ko'rganim, meni jigarim desam ham bo'ladi. Umida, ilohim umring uzoq bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Bu dunyodagi eng baxtli ayol bo'lgin. Dugonajon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, o'rtog'im. Ilohim, oilangni baxtini ko'rgin, farzandlaringni baxtini ko'rgin. Assalomu alaykum. Umida, tug'ilgan kunlaringni tabriklayman. Ilohim bizni baxtimizga, oilangni baxtiga sog' salomat yur. Shu gullardek ochilib yur.